Men seni tushundim, lekin bu yerda uy qurib bo'lmaydi. Qishda nima qilasan? Agar kecha bolangdimi, bilmayman kim edi, oilangdimi qutqarganim uchun rahmat aytishga kelgan bo'lsang yaxshi, lekin uy qurishga kelgan bo'lsang bu yerda mumkin emas. Yozda hay eshik derazam ochiq, qishdachi, qishda nima qilasan? Kecha shunaqangi bir voqea bo'ldi. Uyga musicha kirib qoldi. Bundan ko'ra ancha gavdasi kichkinaroq edi. Men uni ushlab oldimda, sekin, mehr bilan boshini silab, tashqariga chiqarib uchirib yubordim. Bugun allaqachon bu ikkinchi marta kelishi. Bu onasimi, bu otasimi, bu yo turmush o'rtog'imi bilmayman. Lekin eng qizig'i menga tegishli emas. Pasport olishim shart emas deb o'ylayman. Chiqarib yuboraman.